soqolingdan yana soqolingni olmay keldingmi? Ha, bu gap faqat men eshitaman, chunki sinfda soqoli bor yagona katta bola bu men. O'rtoqlarim o'zidan 1-2 yosh kichkina detskiy qizlar bilan yurgan paytda men o'sha katta opalardan sovg'a olishni boshlaganman. Nima gap 05? Ushla detskiy qanday kalta qo'rqma. Assalomu alaykum akajon, yaxshimisiz? Sen aka dedimmi, yoshimiz teng-ku. Soqolli kuchida, ukam. Hozir chiqar. Ishkallarda ham bolalarga polni o'zim turib berardim. Ustoz uzr bilan sal tortishib qoldik. Bo'ldi, maktabingga borlaring, bir aytishkalarga o'zim tushuntirib qo'yaman. Mani ustoz deb o'yladi. Ey o'rta. Men bilan yurma, ota bolada o'ylashadi, yo'qol. Maktabdagi bolalar bilan chiqish olmay, oxiri o'qituvchilar guruhiga qo'shilib oldim. Qachon endi choyxona? Olti kun o'tgan choyxona oldi. Bo'ldi, o'taman. Mana vaqt o'tib o'ylandim. Bolam ham bor. Qizim, bitta qicholi. Sizga baribir bormaydi, soqolingiz bor, suqiladi. Soqolli muammosi ham boshlandi. Lekin soqolli yaxshi parvarish qilgan inson uni qanaqa olishni ham bilishi kerak.